Ayni kunlarda sinov markazi laboratoriyalarida Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining prekvalifikatsiyadan o'tish bo'yicha inspeksion tekshiruvlari o'tmoqda. Hozirgi kunda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlarda xalqaro tan olinadigan protokollar mavjud. Ya'ni bu protokol degani dori vositalarining xavfsizlik ko'rsatkichlarini amaldagi me'yoriy hujjatda mos yoki mos emasligini ko'rsatuvchi hujjatni jahon miqyosida tan olishni belgilaydi. Ayni davrda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga a'zo davlatlar soni 52 ta hisoblanadi. O'zbekiston ham hozirgi kunda ayni shu 52 ta davlatning qatorida 53-chi bo'lib kirishga harakat jarayonlari boshlangan. Ayni shu inspeksiya davom etyapti.